Eron droni Bahrayndagi osmono'par binoga quladi. Eron Yaqin Sharqdagi bir necha davlatlarda joylashgan AQSh harbiy bazalariga zarbalar berishni davom ettirmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump oilasining asosiy investitsiya markazi hisoblanuvchi Dubaydagi Palm Jumeirah majmuasi Eron havo hujumiga uchradi. Epik g'azab AQSh Eronga qarshi operatsiya videosini e'lon qildi. Isroil-Eron urushi fonida Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar ham kuchaydi. Isroil telekanallarida Eron oliy rahnamosi Ali Xomanaiy o'limi haqidagi xabarlar jonli efir orqali nishonlandi. Trump Eron oliy rahnamosi Ali Xomanaiy o'lganini e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Trump bu haqida ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozdi. Tarixdagi eng zolim odamlardan biri hisoblangan Xomanaiy o'ldi deyiladi Trumpning postida. Eron ballistik raketasi Tel Avivga kelib tushdi. Uni tutib olish uchun uchirilgan har ikkala zenit raketa tahdidni o'tkazib yubordi. Eron raketa zarbasi sabab Isroildagi binolarning biri jiddiy talafot ko'rdi. Dubay xalqaro aeroportiga Eron droni kelib tushdi. Hujum natijasida jarohatlanganlar borligi xabar qilindi. Birlashgan Arab Amirliklari fuqarolarni raketa hujumidan ogohlantirdi. Birlashgan Arab Amirliklari yarim tunda Ichki ishlar vazirligidan raketa tahdidi haqida favqulodda tizimli ogohlantirish yuborildi. Xabarda ehtimoliy xavf haqida so'z boradi va fuqarolardan zudlik bilan yaqin atrofdagi xavfsiz binoga yashirinish, deraza, eshik va ochiq joylardan uzoqroqda bo'lish va keyingi ko'rsatmalarni kutish so'ralgan. Isroil armiyasi Eronning 7 nafar yuqori martabali amaldori o'ldirilganini e'lon qildi. Unda Ali Xomanaiy o'limi ko'rsatilmagan. Isroil Arslon narasi operatsiyasi doirasida quyidagi halok bo'lganlarni ma'lum qildi. Amir Ali Hojizoda, Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi havo kosmik kuchlari qo'mondoni. Ali Shamxoniy, Eron qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i, Xomanaining maslahatchisi. Husayn Salamiy, Ichki ishlar vazirining xavfsizlik va huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari. Hasan Jaloliy, havo hujumidan mudofaa kuchlari qo'mondoni. Muhsin Faxrizoda, Eron mudofaa investitsiyalari va tadqiqotlar tashkiloti rahbari. Al-Anbiya shtatidan razvedka boshqarmasi boshlig'i. Uning ismi ko'rsatilmagan. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy vafot etdi. Uning jasadi topildi. Reuters. Burj Al Arab mehmonxonasiga Eron droni orqali zarba berilgani aytilmoqda. Bino ostida yong'in sodir bo'lgan.